ikkalasini ham shuntlab qo'yaveramiz ekan, qarang, bunisidan ham juda qo'yiq suyuqlik ketmabdi. Zarur ham qilish kerak. Bu ham o'sha ancha ishdan chiqib qolganda yaxshiroq bundan, bu yomonroq. O'zi 10 ga. Eshitishingiz pastlab qolganligi tufayli murojaat qildingiz-a bunga? Sizda bunaqa bo'lishingizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Shamollab yuruvdingiz ancha. Siz shamollashlarga davo oldingiz axir. O'zi kelgan paytingizda ham quloqlaringiz bitib yotdimi? Yo keyinroq bitib? Где-то за неделю до того, как я к нему пришел, заложил запись. O'zi burun to'sig'i qiyshiqligi bor ekan. Allergik rinit bor ekan. Bunda hali ham yirik jarayonlar bor. Boshingizni og'ritmayaptimi? Нет. Burningiz ora-chora qonab turadimi? Ну, из-за того, что гонорею часто смотрю. Hozir faqat sizga shuni qilar ekanmiz. Lekin burningizga ham hali davosi oxiriga yetgan yo'q-da. Biz просто qulog'ingizdan kech qolmaylik-da bu shuni qilishga. Да. Может, мы опаздываем, чтобы ichkarida nog'ora bo'shlig'ida suyuqlik borgan sari qo'yiqlashib boradi. U qo'yiqlashgan suyuqlik erta eshik suyakchalari bor, nog'ora parda, nog'ora bo'shlig'ining ichki devorini bir-biriga tortib yopishtiraveraadi, bitta manfiy bosim paydo bo'lib, shandaqlab tashlaydi. Tuga o'xib stoyka